O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi o'zbek adabiyotining eng sara namoyandalaridan biri bo'lib, u kitobxonni ona siymosi orqali insoniylik, mehr-oqibat va hayotning achchiq-chuchuq haqiqatlari haqida mushohada yuritishga chorlaydi. Asar bir-biri bilan bog'langan kichik hikoyalardan iborat. Har bir hikoya hayotning bir lavhasini yoritadi, ammo ularning barchasini ona mehri birlashtirib turadi. Dunyoning tashvishlari, ishlari hech qachon tugamaydi, ammo bu o'tkinchi dunyoda eng muqaddas va qadrli narsa ota-ona va ularning farzandiga bo'lgan beg'ubor muhabbatdir. Kitob juda sodda, samimiy va ta'sirchan tilda yozilgan. Bu qissa nafaqat yoshlar, balki kattalar uchun ham ma'naviy saboq beruvchi, qalbni tozalovchi asardir.